Yo, hammaga assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan men Neker. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimda qayta to'xtatman. Men hozir mana shu pozakilarni tozalayotgan edim, ya'ni yig'ishtirish, o'zingizlar bilasizlar. Shunday ishlarni qilib turgan edim. Hozir mana shunday ishlarni oxirigacha yetkazib qo'yishimiz kerak. Mana shunday nimalarni ham tozalab chiqish juda ham muammo bo'lyapti. U yoqdan skelet ham bir nima o'tyapti, shuning uchun endi buni olamiz va endi uyimizga ham borishimiz kerak. Hozirda uyimiz anchagina o'zgargan bolalar, mana bu uyni qaranglar. Tepalari ham juda ham o'zgargan, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Mana shunday uyimiz anchagina o'zgarib ketibdi, buni qaranglar. Lekin mana shularni ham endi o'zimiz to'g'rilab, bezatib chiqishimiz kerak. Mana bu uylarni ham o'zimiz to'g'rilab, bezatib chiqamiz va mana bu narsamizni ham qo'yib qo'yamiz. Ya'ni sabzimizni qo'yib qo'yganimizdan keyin jitelniy uyda bizning narsalarimiz bor. Endi shu narsalarni bilan uyimizni bezatsak bo'ladi. Mana shu narsalarni olib olamiz, sababi bezatishga ham juda ham oson. Bu narsalar bilan bezatsak bo'laveradi bemalol. Mana bularni hammasini olib olishimiz kerak. Hammasini oldik. Endi mana shunday qilib bezatib chiqishimiz kerak. Lekin ayniqsa menimcha mana shunday rasmlar ham kerak bo'ladi. Lekin buni buzib tashlasak ham bo'laveradi. Bu yerda turmagani yaxshiroq. Endi buni uyning ichiga qo'yganimiz yaxshi deb o'ylayman. Mana endi birinchi ishimizni mana shunday kravat qo'yishdan boshlaymiz. Mana bunday kravatlarni ham qo'yib olamiz. Ya'ni kravatimizni mana bunday pechkamizni qo'yib olamiz. Va mana bunday verstagimizni qo'yib olishimiz ham kerak. Mana verstagimizni olamiz va qo'yamiz. Yana tepasiga pechkamizni qo'yib olamiz. Endi bu yo'llariga ham to'g'rilashimiz kerak. Guldon bilan mana bunday qo'ysak, menimcha anchagina chiroyliroq chiqadi. Mana bu o'yinlardan ham mana buni qilamiz. Va bizda mana bunday gul ham bor ekan. Gulni ham qo'yib olishimiz kerak. Mana gulni ham qo'yib oldik, menimcha endi anchagina yaxshiroq bo'ldi. Mana bunday narsalarni ham endi qayerga qo'yishimizni o'ylashimiz kerak. Buni buzishimiz kerak. Mana buzib ham tashladik. Endi biz uyimizni tepalarini ham bezatishimiz kerak, lekin xato qildim. Endi buni ham buzib olishimiz kerak. Buzib tashlaymiz buni. Va endi bunisini ham buzamiz. Mana bunisini ham buzib oldik. Endi mana bu yerlarga qo'ysak yaxshiroq, lekin unchagina o'rnashmayapti. Shuning uchun ham mana bu yerlarga tashqariga qo'yish menimcha kerak emas, lekin mana bu yerlarga narsalar qilganimiz yaxshiroq. Keyinroq o'zining nomini uyi deb yozib qo'yganim yaxshi, ya'ni Nekerni uyi deb yozib qo'yaman. Lekin birinchi o'rinda biz mana bu yerlarni bezatib olishimiz kerak. Buni yo'q qilamiz. Buni olib turishimiz kerak. Endi buni mana bu joyga qo'yib qo'yganimiz yaxshiroq. Sababi bu bizga xalaqit beradi. Endi mana bu yerlarga qo'yib qo'yamiz va guldonni bilan gulni olib buni qo'yamiz va gulni qo'yganimizdan keyin yana mana bu yerlarga qo'ysak ham bo'laverar ekan. Endi mana bu yerlarga ham qo'yib olaveramiz. Endi buni ham qo'yib olamiz. Endi mana bunday gulimizni ham qo'yib olsak bo'laveradi. Mana biz buni ham qo'yib oldik. Endi menimcha bu taraflarga ham qo'yishimiz kerak. Menimcha kitob qo'ymaganimiz yaxshi. Mana bu yerlarga. Endi bu juda ham yaxshi. Bu anchagina uyimizni juda ham chiroyli qilib turadi. Kitob javonini qo'ymaganimiz yaxshiroq. Endi buni pechkamizni mana bu yerga qo'ysak, endi anchagina yaxshi bo'ladi. Va mana bu yerlarga ikkita mana bu joyiga qo'yamiz. Va bu yerga rasm qo'ysak ham bo'laversa kerak. Ana rasm qo'ysak ham bo'laverar ekan. Menimcha endi anchagina yaxshiroq bo'ldi. Lekin bu yerda rasm turmagani yaxshi. Menimcha bu yerroqda turishi endi anchagina zo'r bo'ldi. Endi anchagina yaxshiroq va chiroyliroq ko'rinyapti. Endi bu yer anchagina bitibdi. Menimcha bu yer bitgan. Mana bu yerga rasm qo'ysak yaxshiroq. Mana shurog'i yaxshiroq bo'laveradi. Endi bu yerlarni ham bezatib olishimiz kerak. Bu umuman bo'lmaydi bu.
Menimcha bu yerlarda ham rasmlarni qo'yishimiz kerak. Mana bu yerlarga ham anchagina o'rnashyapti, lekin unchagina noqulay bo'lib qolyapti. Bunday qilmaganimiz yaxshiroq menimcha. Buni yo'q qilib turamiz va mana buni bu yerni ham olib tursak, buni ham mana bu yerlarga qo'yilmas ekan. Menimcha chiroqni olib turishimiz kerak. Endi chiroqni olib tursa endi yaxshiroq bo'ladi. Bunisini ham olamiz. Endi menimcha anchagina zo'r bo'ldi. Menimcha endi anchagina yaxshiroq ko'rinyapti. O'zingizni kommentingizga yozib qoldiring. Shu uyni bezatish bo'yicha. Endi mana bu yerlarga ham ismimni yozib qo'yganim yaxshi. Lekin nikimni yozganim yaxshiroq menimcha. Lekin mana bu yerlarni Jitelni uyini ham bezatib qo'yishimiz kerak. Mana Jitelni uyini ham bezatib qo'yamiz va bu yerga ikkita pechka qo'yib qo'ysak, menimcha endi anchagina yaxshiroq bo'ladi. Tepalariga uncha hech narsa kerak emas. Shuning uchun bu yerlarga uncha hech narsa qo'ymayveramiz. Mana endi bu yerdan chiqib olamiz va endi mana bu yerga yozib qo'yishimiz kerak. Bu yerga emas, bu yerga qo'yganimiz yaxshi ekan. Bu yerga esa Nekerni uyi deb yozib qo'yamiz. Bo'ldi, yozib qo'ydik. Endi bunisini buzib tashlasak ham bo'laveradi. Buni buzib tashlaymiz. Endigina anchagina yaxshiroq bo'lib qoldi. Endi anchagina yaxshi. Bu yerlarga ham rasm qo'yib qo'ysak yaxshiroq. Endi bu yerni tepasiga ham bitta rasm qo'yib qo'yamiz. Endi menimcha anchagina yaxshiroq bo'lyapti. Menimcha buni olib qo'yishimiz kerak, lekin bunisini qo'yganimiz yaxshiroq. Lekin qo'ymaganimiz yaxshiroq ekan. Shuning uchun ham endi qo'ymasdan mana bu yerlarni anchagina yaxshi qildik deb o'ylayman. Lekin bu yerlar juda ham tor bo'lib ketdi. Shuning uchun bu juda salgina noqulay tuyulyapti. Shuning uchun ham salgina noqulay. Endi biz mana bu yerlarni buni buzib tashlashimiz kerak. Buni buzib tashlaymiz. Mana buzib ham tashladik. Endi yana orqadan skelet o'tyapti. Oldimdan skelet o'tyapti ekan. Endi biz uyga kirishimiz kerak. Tezroq kirib olamiz. Skelet orqadan o'tyapti. Shuning uchun endi kirib olamiz. Endi biz videoni shu yerda tugatsak ham bo'ladi. Sizlar bilan men Neker bo'ldi. Shu kanalimizga obuna bo'lib, shu videomizga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.